Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobus. Ko'ryapsizlar, O'zbekiston nomerida avtobuslarimiz ideal sostoyaniyada. Reyslar har kuni. Bugun 8-may sanamiz. Xudo xolasa Moskvadan metro Kachenligidan chiqib ketayotgan avtobusimiz. Azizlar, xudo xolasa Moskva metro Kachenligidan Remoy Toshkentgacha avtobusimiz ko'rib turibsizlar, sharoitlari. Zaryadchilari hamma yo'q bor. Shinalar yotadi vertikal. Ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Qalay ketyapsan uka, yaxshimi? Zo'rmi? Avtobusda ishodi, avtobusga keldingmi? Aka qalay ekan qulayliklar? Dahshatmi? Yaxshi bo'ladi. To'g'ri, salom vatanga yetib olinglar ukalar. Ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib murojaat uchun ekranda nomerlar. Bitta O'zbekiston nomer, bitta rossiyskiy nomer qo'yamiz akalar. Reyslarimiz har kuni. Shunday avtobuslarda ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol telefon qilaverasizlar. Moskvadamiz xudo xolasa. Metro Kachenligi. Batafsil ma'lumotlarni ekranda nomerlardan olishingiz mumkin. Dokumenti yo'q yurtdoshlarimizga olib ketamiz.